Mani tug'ilganlik haqidagi guvohnomamni oyim imzolaganlar. Ammo qachondir ularni o'lim haqidagi guvohnomalarni imzolayman. Mani bu dunyodagi birinchi kiyimimni oyim tanlaganlar. Men qachondir ularga oxirgisini tanlayman. Bu dunyoga kelganimdan keyin meni birinchi marta onam yuvintirganlar. Va men qachondir ularni oxirgi marta yuvintiraman. Meni birinchi nafasimni ham oyim his qilganlar. Qachondir men ularni oxirgi nafaslarida his qilishga majbur bo'laman. Oyim meni katta bo'lishimni tomosha qilganlar. Endi men ularni qarishini tomosha qilyapman. O'lim haq, bu hammani boshida bor, lekin o'sha qachondir uzoqroqqa cho'zilishi uchun o'zingizni ehtiyot qiling, oyi. Biz o'sha qachondirga tayyor emasmiz.